Assalomu alaykum, hurmatli davlat buyurtmachilari. Ushbu video yo'riqnomada yetender.uzex.uz saytida davlat buyurtmachisi tomonidan eng yaxshi takliflarni tanlash va tender savdosiga lot joylashtirish vaqtida majburiy mezonlar, ya'ni kriteriyalarni tanlash, ularga o'rtacha ballni belgilash va ushbu tartibda joylashtirilgan lotni komissiya kotibi tomonidan baholash jarayoni tushuntirib beriladi. E'lon joylashtirish vaqtida buyurtmachi talablar bo'limida majburiy talablar ro'yxatidan xarid predmetiga mos keladiganini tanlaydi. Zarurat tug'ilganda har bir talabga uning tavsifi yoziladi. Har bir mezon uchun qiymat turi tanlanadi: matnli, binar yoki raqamli. So'ng majburiylik darajasi belgilanadi: muhim yoki afzal, va faylni biriktirish tugmasini bosib, faylni taqdim etish majburiy yoki ixtiyoriy ekanligi ko'rsatiladi. Barcha majburiy maydonlar to'ldirilgach, ushbu mezon bo'yicha maksimal ball miqdorini belgilanadi. Matnli talab, ya'ni tekstovoye значение tanlanganida baholash tartibi va mezonlari bo'limida baholash natijalari bo'yicha qo'yiladigan minimal va maksimal balldan tashqari ballarni kiritiladi hamda ushbu ballar asoslab beriladi. Qaysi holat yoki sabab tufayli shu ball qo'yilishi mumkin. Bu yerda minimal va maksimal balldan tashqari barcha ballarni kiritib chiqish yoki asosiy qo'yiladigan ballarni kiritish mumkin. Texnik hujjat, ya'ni tex dokumentatsiya qismida esa buyurtmachi tomonidan fayl biriktirilmaydi, avtogeneratsiya tugmasi bosiladi. Shu tariqa e'lon joylashtirilganda texnik hujjat tizim tomonidan avtomatik ravishda shakllanadi va hujjatda siz har bir mezon uchun tanlagan o'rtacha ballar minimal va maksimal ball bilan birgalikda kriteriy otsenki katagida tavsifi bilan ko'rinadi. Takliflarni qabul qilish muddati tugagandan so'ng lotni baholash jarayonida kotib tomonidan faqat minimal yoki maksimal ball, shuningdek mazkur mezon bo'yicha oldindan belgilangan ballarni qo'yish mumkin. Boshqa ballardan foydalanish imkoni bo'lmaydi. Savdo natijasi bo'yicha shakllangan bayonnomada ham avvaldan belgilangan o'rtacha ballar har bir mezonda ko'rsatib o'tiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.